Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Ustani oldiga kirib ketyapmiz. Bir usta bilan ko'rishib kelaylik. Usta ketdi uyimizga. Olma usta. Mana g'alati qum ekan bu. Hali nima deydi? Shebenkaga o'xshagan soyni qumini olib kelyapmiz adashib akalar. Xullas mana bunaqa joylar. Obyektimiz ikkinchi obyektimiz bu. Akalar sezon yopilyapti o'zi asli. Ishlarga suvashimiz kerak. Bu yog'i bo'ladi. Xudo xolasa. Qum mana nima deydi? Kanalni qumini olib keluvdik. Akalar kanalni qum deydi. Kanalni qum deydi, shunaqa ishlar. Olmaylar akalar. Ha? Ha. Akalarimiz lampa qilyapti. Akalar lampa qilyapti. Men qaranglar, ichiga chichqonga ko'rmoqchimi bilmayman. Lekin issiq bo'lar ekan. Mana shunaqa qilib qilinglar. O'zbekistonda hozir gaz yo'q. Inasini ham siz mashina qilinglar akalar. Gaz bo'lmasa isib turar ekan, nagrevatilgan isib turar ekan xonani. Ya o'zimga aloqaga chiqsizlar, chiqaram. 524 raqamimiz, aloqada bo'laverasizlar. Savollar, xudo xolasa. Yaxshi. Like bosishdan chiqmasin, keyin report yo'q u. Like bosib